Funksional qismlarini davom ettiramiz. Bizda mahsulotlarni qo'shgandan so'ng ularni kamaytirish, ko'paytirish yoki bittadan kamaysa o'chirib yuborish imkoniyati bor. Lekin barchasini bittada clear qilish imkoniyati hozircha yo'q. Va aynan mana shu button orqali biz barchasini nolga tushirib qo'yishimiz mumkin. Undan tashqari mana shu yerni hover qilganimizda ham clear button bo'ladi va ikkalasini funksionalligi bir xil bo'ladi. Shuning uchun keling mana shu clear buttonni qanday qilib bajarsak bo'ladi. Birinchi navbatda bizga case kerak bo'ladi va bu eng oson caselardan biri, ya'ni eng oson shartlardan biri. Xo'p, biz case ochamiz va bu casega clear deb yozib qo'yamiz. 2 nuqta, bu yerda esa return object va mana shu obyektimizni buni yopaman. Mana shu obyektimizni to'laqonli o'zini qaytaramiz. Xolos, bo'ldi. Mana shu clear bizda to'laqonli ishlaydi endi va buni biz mana bu yerdagi clear buttonga berishimiz zarur. Bu componentsda product list ni ichida bo'ladi mana shu button va bu yerdan biz dispatchni olamiz. Demak, dispatch va on click bo'lganida ana shu dispatchni chaqiramiz. Dispatch va uni type bizda bo'ladi clear va uni payloadiga esa hech narsa berish shart emas. Sababi shu clear ishlaganda mana bu yerdagi barcha narsa o'zi avtomatik ravishda boshlang'ich qiymatga qaytib qoladi, ya'ni nolga tushib qoladi. Endi buni ko'radigan bo'lsak, biz ma'lumotlarimizni qo'shamiz. Okay. Mana bir qancha ma'lumot qo'shdik va clear deb bossak, hammasi nolga tushmoqda. Keyingi ish bizda bo'ladi. Mana shu kartni hover qilganimizda bu yerda oyna ochiladi va u yerda biz mahsulotlarimizning umumiy qiymati, nechta olganimiz, umumiy narx va uni o'chirish imkoniyati hamda tozalash imkoniyati bo'lishi kerak. Buni men darslarda boshida aynan shu amaliyotni qanday bajaramiz, ya'ni qaysi amaliyotni bajaramiz degan savolga javob berib ketganimda to'laqonli tushuntirib o'tganman qanday ishlashini. Demak, biz mana shu yerni hover qilganimizda, ya'ni bu yerda navbar ichida mana shu header card bo'ladi. Shuni hover qilganimizda chiqishi kerak bo'ladigan narsa, ya'ni hidden card bo'ladi. Buning uchun men div hidden card mana shuni, ya'ni biz buni hover qilganimizda bu ochilishi kerak bo'ladi. U CSS da tayyor yozilgan. Shunchaki biz class berib ketamiz xolos. Va ana endi biz sotib olingan mahsulotlarni bu yerda hover qilganimizda chiqarish uchun global kontekstdan sotib olingan mahsulotlar bizda kartni ichida bo'ladi. Aynan mana shu kartni biz maplaymiz. Faqat maplashdan oldin biz uni tekshirib olishimiz kerak. Lengthini agar o'sha noldan katta bo'lsa, unda biz uni maplasak bo'ladi. Bu yerda map qilamiz. Agar noldan kichkina bo'lsa, biz aytib qo'yishimiz kerak. Bizda hech qanday ya'ni mahsulot yo'q. Ya'ni biz hali hech narsa sotib olganimiz yo'q. Kart bo'sh deb aytib qo'yishimiz kerak. Buning uchun men mana bu yerga buni joylayman. Bu bizda paragraf va unda hidden card info nomli klass bor va agar bo'sh bo'lsa shu chiqadi. Endi keling sahifani yangilab, bu yerda hover qiladigan bo'lsak, mana card is empty, ya'ni bo'sh. Mana bu message chiqyapti. Endi nimadir sotib oladigan bo'lsam, mana bizda map, ya'ni endi maplanish kerak mahsulotlarimiz. Maplash uchun esa biz mana shu yerga cart.map va bitta item olamiz va har bir item ana endi mana shu yerda return bo'ladi. Itemda keling men birinchi bo'lib olaman, teng item. Birinchi navbatda bizda ID bo'ladi. Ya'ni bu yerda biz ID ni olamiz. Undan tashqari bizda title, amount va image bo'ladi. Ya'ni mahsulotning rasmi. Ana endi returnda biz div return qilamiz. Div va unda hidden card item nomli klass bo'ladi va return qilinayotgan divga albatta key berilishi shart. Bu key bizda ID ga teng bo'ladi. Ana endi uni ichida nima bo'ladi desangiz, birinchi navbatda image. Imageda source'iga albatta tepadagi imageni beramiz mana buni va bu yerga misol uchun product, xolasangiz buni title ga tenglab qo'yishingiz ham mumkin mana bu ko'rinishda va biz bu yerga width beramiz 30 va class beramiz. Klassi bizda sal chiroyliroq qilib turadi. Hidden card image, item image. Bo'ldi, rasmimiz tayyor. Ana endi sahifani yangilab, bu yerda nimadirlar sotib oladigan bo'lsak, hover qilganimda o'sha sotib olingan mahsulotlarning rasmi chiqmoqda. Endi bu rasmdan keyin, ya'ni bu imagedan keyin biz endi div ochamiz. Divga hidden card item info deb klass beramiz va uni ichida h4 da biz title ni beramiz. Undan keyin yana h3 ochib turib, bu yerda biz price ni beramiz. Price $2 va price va ana undan so'ng biz paragraf ochib, bu yerda umumiy nechta sotib olganimiz
va ularni umumiy narxi, ya'ni price ko'paytirilgan amount bo'ladi. Va hoverga qilsak, mana shu katta yozuvlar chiqmoqda. CSS ga o'tadigan bo'lsak, bizda hidden card title va hidden card price nomli ikkita klass bor. Va ikkinchisi esa mana bu yerga faqat bu price bo'ladi. Demak, saqlab natijani ko'radigan bo'lsak, mana bizda ancha qiymatlar kichrayib qoldi. Mana bu yerdagi t ni esa d qiladigan bo'lsak, bizda ana endi ancha chiroyliroq ko'rinishga ega bo'lmoqdamiz. Mana shu holatda. Bu yerdagi paragrafga esa xuddi tepadagi price ni klassni berib qo'yaman. Va hover qilganimizda mana shu chiroyli holat bizda chiqmoqda. Endi bu yerda bizda delete button bor, ya'ni har bir mahsulotni mana shu yerdan turib o'chirishimiz ham mumkin va bu mana bu divdan tashqarida bo'ladi. Bu yerga biz button yozamiz. On click bu bosilganida delete nomli virgul payload ga esa id beramiz. Dispatch ni esa bu yerdan olib kelishimiz kerak. Virgul dispatch. Ana endi bu buttonni chiroyliroq chiqishi uchun albatta bunga klass ham kerak bo'ladi. btn card remove btn va oxirida buni joylab qo'yamiz. Bu trash nomli font awesome'dan kelayotgan icon mana. Ana endi buni hover qiladigan bo'lsak, narsa qo'shib bizda o'tishi ham mumkin bo'ladi. Mana bu holatda. Ana endi mana shulardan tashqarida biz bu yerda agar cardni lengthsi bo'lsa, unda div ochamiz va hidden card outer nomli klass berib, bu yerdan biz button ochamiz. Hidden card clear btn klassini berib, uni ichiga clear card yozib qo'yamiz. Va endi biz on click bo'lganida xuddi mana bu yerda qilganimizdek clear imkoniyatini berib qo'yamiz. Mana shu holatda. Endi esa buni natijasini ko'radigan bo'lsak, kartni bosganimda hammasi 0 ga tushib qolmoqda. Biz nimalar qildik? Mahsulotlarni qo'shishimiz, clear qilishimiz yoki mana shu yerga mahsulotlarni qo'shib, bu yerdan ham o'chirib yuborishimiz mumkin bo'lar ekan. Hammaga rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha.